Hurmatli fuqaro, endilikda siz yashash joyingizdan turib, e'tibor bering, oilaviy shifokoringizga onlayn navbat olish imkoniga ega bo'ldingiz. Buning uchun telefoningizdan Play Market ilovasiga kirib, Dimet ilovasini yuklab olamiz. Demak, ochilgan vaqtda Dimet va Dimet Pro. Eslatib o'tamiz, Dimet Pro tibbiyot xodimlari uchun, aholi uchun esa Dimet programmasining o'zini ustanovka qilib olamiz. O'rnatib olganimizdan so'ng penifilimizni teramiz. Penifilimizni tergandan so'ng kirish tugmasini bosamiz hamda rasmga tushishimizni taklif etadi. Pin kod kiritamiz. Kirganimizdan so'ng har bir fuqaro o'zi istiqomat qiladigan hududni tanlaydi. Samarqand viloyati, Samarqand tumani. Demak, o'zingiz biriktirilgan hududiy oilaviy poliklinikangizni tanlaysiz. Undan so'ng o'zingizni oilaviy shifokoringizni belgilaysiz. Hamda agar eslatib o'tamiz, biriktirilmagan bo'lsangiz, o'zingiz biriktirilgan hududni tanlab, o'zingiz istiqomat qiladigan hududiy poliklinika va oilaviy shifokoringizni belgilab, biriktirish tugmasini bosasiz. Qabulga yozilish uchun qabulga yozilish tugmasi bosiladi. Undan so'ng, demak, o'zingizga qulay bo'lgan sanalardan belgilaysiz hamda mana bu yerda vaqtlar berilgan, ya'ni soatlar. Oilaviy shifokoringizga onlayn qabulga yozilishingiz mumkin. Deylik, shanba kuni soat 10:30 da. Demak, yozilish tugmasini bosamiz. Demak, men 17 soatdan keyin oilaviy shifokorimning qabuliga kirishim mumkin. Bu yerda siz yozilgansiz degan oyna ochiladi. Demak, shanba 28-iyun soat 10:30 da oilaviy shifokorimga onlayn qabulga kirishim to'g'risidagi ma'lumot paydo bo'ldi. Xuddi shu tariqa har bir fuqaro o'zi biriktirilgan hududiy poliklinikasi oilaviy shifokoriga onlayn qabulga yozilish imkoniga ega. Sizga tor soha mutaxassis maslahati, laborator va diagnostik tekshiruvlar zarurati bor yoki yo'qligini oilaviy shifokoringiz aniqlab, o'zingiz istiqomat qiladigan hududiy ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaga yo'naltiradi. Viloyat miqyosidagi tekshirish va davolash uchun ko'p tarmoqli markaziy poliklinika tor soha mutaxassislaridan yo'llanma olishingiz mumkin. Onlayn navbat yozdirish orqali siz vaqtingizdan unumli foydalanishingiz, qolaversa tibbiyot muassasalaridagi navbatda turishlar tirbandligini oldin olishga imkon yaratishingiz mumkin. Video samarali bo'lishi uchun barcha yaqinlarimizga yuborib qo'yamiz.